Sig'ida odamga yoqadi-de. Nima dars edi hozir? Ona tili. Havo juda ham zo'r bo'lyapti-ya. Shunaqa shapada bo'lib tursan? Nima? Hozir ona tilimida? Matematika shekilli. Qalaysan? Hasan. Nima qilib g'iybat qilib turibsizlar hammani? Qo'y. Bo'ladigan ish qilsanglar-chi. Mana men ertaga Saodat Ibragimovani olib kelmoqchiman. Kimni? Saodat Ibragimovani. Bo'lmagan. Saodat Ibragimov bo'lishi mumkin emas. Nima uchun kelolmaysan? Olib kelaman dedimmi? Olib kelaman. Xullas, ertaga ertalab mashta hamma tayyor turlaring. Qizil gilam to'shab turlaring. Kamera bilanmi? Ha? Bilarkansan o'zingni? Ko'ramiz. Ertaga ertalab shu yerda ko'rishamiz. Bo'pti, bekorchilar. Hayır. Hamon g'iybat qilavermalaring. Maqtanchoq. Chao. Bo'pti. Maqtanchoq. Olib kelarmidi? Ko'ramiz. Xayol surayotgandir balki. Ko'ramiz ertaga. Kelar kalami. Qachon kelarkin endi? Olib kelaman dedi. Aldamaganmikin? Bilmadim. Tezroq kelsaydi. Voy. Mana moling. Voy. Yaxshi ko'rdim. Qoch. Birinchi o'zim rasmga olaring. Keldingmi? Bo'ladi. Sal chaproq. Ochingmi? Olib keldingmi? Bo'l. Jimdasan. Mana o'zim rasmga olaring birinchi. Bo'ldi, Bo'ldi, endi tekis. Rasmga olaman. ochga eshikni. Xo'p. Ochishni endi. Teksturasi. Ochga mana ovomi. Ana. Olib kelmaganmisan? Ochasan. Ochsinchi. Kelding. Rasmga olaman. Hozir. Tekis. Yaxshi, rasmga olinglar. Rasmga videoga olman. Tezroq ochsinchi. Ochadi deb o'yladinglar. Bo'l. Ochiq qolgan endi gapiravermasdan. Sodadan bormi? Ocha qo'y. Och endi. Voy. Ana ushla. Olib kelaman dedim, olib keldim. Kelami, shomagan deylar. Mana rasmga olaringni, manchu. Olib keldimi Saodat opa? Bu ko'chada turmaslik kerak edi, ayol ko'chada turish kerak edi. Qari odam yo'qligini hech kim yo'q. Hech kim kelmayapti-yu. Etgan qilmaysan-da, voy. Men nima qildim?
Sen aytding, shu kelaylik dedingda. Ana turibmiz shu yerda. Agar hozir boru bitta odam o'tmasa, sen pul to'laysan, tushundingmi? Nega men to'layman? Nima sen to'lamaysan? Voy, sen aytding shu kelaylik deb. Seni qarayu. Qara, kimdir o'tib qolar. Qara. Ana kimdir qara. Voy, kichkina-yu. Sen nimani ham bilarding? Kichkina bolada pul ko'p bo'ladi, tushundingmi? Bo'pti. Sen qarayu. Jiddiy qarab tur, mana shunaqa. Jiddiy qara, mana shunaqa. Ukajonim, bu yerdan o'tishga pul kerak. Nima? Pul to'laysan, pul. Qanaqa pul? Qog'ozdan bo'ladigan pul bor, chiroyli rang bo'ladi, to'g'rimi? Toppa to'g'ri. Shunaqa pul so'radim. Menda pul yo'q. Voy, ukam, puling bo'lmasa kaltiysan-da. Kalte. Toppa to'g'ri. Voy. Kichkinadan pul so'raganda. Bu yerda katta kichikni farqi yo'q, tushundingmi? Dadang o'tsa, dadingdan pul to'laydi, to'g'rimi? Toppa to'g'ri. Ana, Menda pul yo'q. ko'p gapirma, jibla-jibon. Undan ko'ra pulni chiqas, qani bo'lig'i. Menda pul yo'q. Bermayman. Unda kaltiysan. Ha, to'g'ri. Nima? Men ninja черепашкам. Yo'q. Uchiraver. Voy, ko'p gapirma. Hozir o'zing uchirib boraman, tushundingmi? Pulni cho'z bo'lig'i. Hali shunaqa. Ha. Voy, Qaq ketdi. voy, senni bo'ldi, senga Men nima aytdim. qildim? Qaramaysanmi? Bir, ikki, uch, ketdi. Assalomu alaykum, hurmatli sport muxlislari. Yana sizlar bilan uchrashib turgandan g'oyat xursandman. Taxta ko'prik deb nomlangan mahallada yugurish musobaqasi bo'lib o'tyapti. Bu musobaqada kim g'olib bo'lishini albatta kuzatganingizdan keyin bilasiz. Ha, bu musobaqada juda ko'p mahalla ahli ishtirok etyapti. Bu mahallada biri esa bilsangiz agar Toshbuloq deb nomlangan hamda Chekka qishloq deb nomlangan. Keyin esa kartoshkalar qazildi degan mahallada ham ishtirok etayotganlar ham juda ham ko'p. Ha, kimda kim g'olib bo'lsa, bilib qo'ying, unga ajoyib sovg'a beriladi. Sovg'alardan biri sizni juda ham quvontiradigan mana bu krasovka. O'zi ham antiqiy krasovka. Ha, kiysangiz bo'ldi, yugurib ketasiz. Lekin eng asosiysi yalangoyoq yurmaysiz. O'sha yalangoyoqlar uchun biz shu krasovkani sovg'a qilamiz. Yuting, yuguring, g'olib bo'ling, bizni yonimizda turing. Ha, hurmatli muxlislar, bizni tomosha qilayotganlar, diqqat qiling. Men bir insonni sizlarga tanishtirib o'taman. Bugungi sport bo'yicha, yugurish bo'yicha musobaqalarning hammasini boshidan oyoqqa. Sen chetroqqa o't. Unaqa qilaver. Men seni tanishtirib o'tyapman. Bu xolmat video bo'ladi. Bo'ldi endi, bu tomondan ham olaver endi. Hadeb ro'paramdan, chap tarafdan, o'ng tarafdan qilavermaydi. Ha, olsang ol. Bo'lmasam yig'ishtir. Kechirasiz. Bu joyini kesib tashlaymiz. Ha, xolmat video bu juda yaxshi rap beradi. Odam yo'ligidan shuni oldik. Biz qo'liga mikrofonni berib qo'yganmiz. Kechirasizlar, kamerani berib qo'yganmiz. Lekin bu boshdan oxirigacha sizni syomka qiladi. Olyapsanmi? Olaver. Hop, bo'lmasam kuzatishni boshlaymiz. Hurmatli bizni yuguruvchilarimiz. Eshitdiringlar, hey, quloq ber, jim tur. Musobaqamizni boshlaymiz hozir. Musobaqamizda quyidagicha tartib bor. Yuguramiz. Ana bu arqonni ko'ryapsizlarmi? O'shani uzasizlar.
agar kimda kim birinchi bo'lib ussa, unga mana bu krossovka taqdim etiladi. Tushundinglarmi? Tayyormisizlar bo'lmasam? Qolmadi video. Hey, u yoqdan bu yoqqa yuraverma. Bularni syomka qil, tushundingmi? Ha, meni krupni ol. Qani krupni? Yaqinlashtirma, qitig'im kelyapti. Nariyoqdan ol. Ana. Keyin bitta vazifa senga. Shu bolalar bilan yugurasan hamroh bo'lib. Tushundingmi? Uzoqqa ketma. Har bitta qadamini olgin. Bo'ptimi? Tayyormisizlar? Bo'lmasa, kim krossovkani egasi bo'lishni xohlasa, qani ketdi. Ya. Yo'qolmadi video yutdi-yu. Voy. Ya. Voy, krossovka unga to'g'ri kelmaydi. Demak, o'g'limga. Ha, o'g'limda qoldi. Mayli. Ha. Oho. Zo'r ekan, a? Buni qarang, voy. Muzqaymoqlar ham bor ekan. Tromalarni olib bering deb. Ey, menga qaranglar. Bog'ga boraman dedinglar. Mana sizlarga bog'. Xo'sh, qaysi birda uchamiz, a? Anada uchamiz. Yuring, ketdik. Yo, u kattalarga-da. Kelinglar. Ana mototsiklchada uchamiz, a? Nima? Yo'q, kichkina bola uchun bunda uchamiz. Kichkina anada uchamiz. Menga qaranglar, u bo'lmaydi. Kep-kela uchib ketadi. Ana, qara, tarvuzcha bor ekan. O'shanda uchamiz. Yo'q, bunda uchamiz. Ketdik. Yuring, ketdik. Bekor qildinglar. Bo'lib qoling. Masalaga aytdim, shunga chiqmanglar deb. Tarvuzchada uchsak ham bo'lardi. Opa, muhimi chuqur nafas oling. Qanaqa nafas olaman? Qimalot. Aziz, kecha tug'ilgan kuning zo'r bo'ldi. Ha, bilding, restoranda bo'ldi. Bildim. O'zi bitta shirinlik yedik. Restorandamish. Nima deysan? Senga emas, lekin tug'ilgan kuning uchun bitta. Lekin joyi bor-da, Aziza. Qanaqa? Lekin joyi bor. Hasan kelmadi-yu tug'ilgan kuningga. Ish chiqib qolgandir-da. Aynan seni tug'ilgan kuningda uni ish chiqib qolgan-a? Nima qildi? Hasandan so'raymiz, unda kelsa. Hasan kelyapti. Qo'lida sovg'asi bor. Qalaysan? Aziz, men bu sovg'a senga. Sendan xafa bo'ldim. Tug'ilgan kunga kelmading-ku. Yo'q, o'zi sovg'ani qidirib kela olmadim tug'ilgan kuningga. Bozordagi eng qimmat narsani oldim. Menga deb sovg'a olib keldingmi? Ha? Qidirib eng qimmatini oldim. Kecha men shuning uchun tug'ilgan kuningga ham kela olmadim. Sen uchun oldim. Pulimni ham ayamadim. Nima bu? Juda qimmat narsa bu.
Voy, xos ko'ramiz. Rangi hamchi rosa chiroyli. Nima ekan? Nima? Qimmat narsadir. Ichida nima bo'lishi mumkin? Menimcha iPhone telefoni bo'lsa kerak. Nima? Qanaqa iPhone telefoni? Jabimsa atirdir. Yoki dekamida soat bo'lishi mumkin. Qani ochchi. Lekin aniq iPhone emas. Voy, bo'pti. Qara, hozir sekin ochaman-da, ko'zim yuvaman. Darrov aytib qo'ymagin, xo'pmi? Hop, yuma qol ko'zingni. Ko'zim yuma. Qani nima ekan? Qimmat dedi. 2, 3. Bitta gap aytaymi? Aziz, lekin ko'zingni ochish tavsiya qilmasdim. Juda ham qimmat narsani olibsan. Bitta gap aytaymi? So'g'ibsan. Juda katta. Rangi qanaqa? Olovrang. Chiroyli rang ekan. Ochsammikan, ha? Ochsammikan? Ha, Mayli ocha qol, lekin tavsiya qilmasdim. Och endi. 1, 2, 3. Sabzi senga. Yoqdimi senga? Nima qilaman sabzini? Aziz, oshga solib pishirib yeysan. Mayda qilib turib. Mazza qilmagin. Tug'ilgan kuning bilan Aziz. Voy, qalaysan? Potti, qalaysan nozik? Ha, qayerdan kelyapsan? Tirjayib olib. Voy, nimaga unaqa deysan? Yangi bog' ochilibdi-ku. O'shatga ukam bilan borib, mazza qilib arg'imchoq uchdim. Yo'q-e. Biz ham ketyapmiz ukam bilan arg'imchoq uchgan. Ha, ukam bilanmi? Ha, nima bo'ldi? Nimaga baqirasan? Ukam qolib ketibdi-ku. Voy!